Kuzatuvchilarimga va kanalimga tasodifan kelib qolganlarga hammaga assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan men Komina Maqsudiy va sizlarni yangi vlogimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman va bu vlogga mana bu chiroydan boshlamoqchiman. Qarang qanaqa chiroyli bu lolalar ko'zni quvontiradi va umuman oftob havosida albatta insonni kayfiyati ko'tariladi. Va biza havo isigani sababli ozgina albatta ko'chaga chiqqisi keladi, odam ozgina razviytsiya qilgisi keladi va Gulchehra opamgilar bilan uchrashib, bolalarni olib shaharimizdagi bir eng katta parkka bordik va havo juda ham chiroyli edi. Va mana bu kadrda daraxtdan, gullardan tushayotgan lipestoklarni, barglarni qarang qanaqa chiroyli. Hattoki bir momentda ham zamedlenniy kadr qilib keldi. Lekin kadr ozgina o'xshamadi. Bu esa men azizlarim niyat qilaman, lekin meni yangi vlogim qiziqarli bo'ladi va eng asosiysi foydali bo'ladi. Va albatta vlogga boshlaymiz azizlarim. Bizlarimizda esa babuchkalar, babuchka nima edi o'zbek tilida? Kapalilar kichkina bir dunyosiga keldik. Shunaqa dim bo'ldi, endi maxsus temperatura bo'ldi qilingan. Lekin voy har xil sortlari uchib yuribdi. Shunaqa chiroyli. Sekin gapirish kerak ekan, cho'tishish mumkin emas ekan. Mana bu yerda har xillari ko'p ekan. Ishqilib juda ham chiroyli. Kichkina joy ekan, lekin unaqa katta emas ekan, lekin sortlari, prям boshimiz ustidan uchib ketyapti. Shunaqa chiroyli. Qorasi ham bor ekan bu yerda. Shirindan berilib ko'ryaptilar. Voy, qo'lingizga o'tirdimi? Voy. Окей, Лати, чао. Ух ты, круто. Ой, какая красота. Ширина. Qizim, qarang babuchka. Жмetaling, come here. Смотри, Gulchehra kenная. Voy, uchib ketdi. Uletiya. Biram chiroyli. Lekin rosa dim ekan, boy, isib ketyapmiz. Kurtkalarni yechib kirganimizda ham shunaqa dim bo'ldi. Voy, mingtasi uchib yuribdi. Voy, uni ko'p chiroylilari bor ekan. Voy, uni chiroyliligini ko'rangli katta ekan, bu hayotda shu katta, lekin to'g'risini aytsam sal cho'chiyapti. Yo, не бойся. Nein. Ist er weg? Ja, ist schon weg. Schön, guck mal, Weggeflogen. Da, siz qo'rqmadingiz ham, cho'chimadingiz. Voy, anita, shu kattasi bor ekan, uni qarang. Voy, kattaligini. Hayotda ko'rsangiz qo'rqib ketasiz razmerini ko'rib, to'g'risini aytsam. Shunaqa ham katta ekan, voy. Voy, ishqilib har xil sortlari bu tursa ko'p ekan. Ko'rib ko'z to'ymaydi. Oqlari, sarulari, voy, shunda kamerani oldidan. Voy, mana bu chiroyli gul ekan. Nima gul bu? Ano, ko'klari ko'p uchib yuribdi-da, boshqa sortlari qayerdadir определенно yopishib bekinyapti, lekin mana buni qarang, Mama, qanaqadir dumi bor, nima u? Это süß, gut. Yo'q, не надо бояться, Татин. Не бойся, кузим. Ай, жаным. Ой. Смотри, он красивый. Ой. Ой, lekin вообще dim ekan, havo yo'q, to'g'risini aytsam. Mama macht ihn weg von mir. Ой, камера прям. Они уже привыкли, да, на камеру, по-моему? Yomg'ir yog'ib yotibdi, lekin men baribir xursand bo'lib manikyurimni yangilashga keldim. Har doim manikyur yangilaganimda shunaqa xursand bo'laman. Просто, наверное, умею радоваться мелочам, deyishadi-yu. Все, men yetib keldim.
salonga. Xo'sh azizlarim, men manikyurdan chiqdim. Yomg'ir esa haligacha yog'ib yotibdi. Men esa главное счастливая, что у меня обновленный маникюр. Ko'ryaptimi yoki yo'qmi? Обычно просто такой нюдовый стилda qilaman, shuning uchun menimcha ko'rinmayapti. Ey, pofik. Men ishda smenamni tugatdim va ishdan ketmasdan oldin ko'rsatmoqchiman. Agar qizlar, sizlar mana buni ishlatgan bo'lsanglar, menda mana shunisi edi. Essence'dan peptid asosidagi просто lab uchun увлажняющий уход. Ish qilib shunaqa deyman. Mashinamda har doim yotadi. Shunaqa maza qilib ishlatdim qishda. Endi esa bizga mana bu yengilari keldi, o'sha rangi bilan va aniq olib ko'raman, chunki menga juda ham yoqdi. Men bunisi va niyat qilaman, rangi bori ham juda ham yaxshi bo'ladi. Примерно ochganda testerda ko'rsatmayapti. Ko'rsatmayapti hozir. Ish qilib qo'lga surganda ham, ну, примерно da unaqa rangi ham yo'q ekan, to'g'risini aytsam. Lekin aniq xos bittasini tanlab olib ketaman, chunki shunaqa zo'r увлажнять qilardi labni. Sevib qoldim. Va azizlarim, oxirida hech narsa olmayman degan odam har doim nimadir ko'tarib chiqib ketaman. Ish qilib, mana bu shunaqa ham zo'r ekan. Tak что hozir yana mashinamga solib qo'yaman. Keyin mana men bitta tool liner qalamini oldim. Buni ham juda maqtashganini ko'p eshitgandim, shuning uchun qani bir olib ko'ray dedim. 900 ish qilib korичневый rang, chunki jigarrang rangdagi narsalarni, qalamlarni ishlataman. Ko'zimga qorani ishlatmayman, juda ham broski yarki bo'lib ketadi. Va наконец-то bizga Omega Dry keldi, bolalarga olib ko'ray dedim. Va DMO o'zidan har doim oddiy vitamin B kompleksini va vitamin D ni olaman, chunki formasi juda ham yaxshi. И, конечно же, hozir bolalarga chaynashiga bunaqa mini vafelkalar ish qilib har doim nimadir ko'tarib boraman bolalarni olib ketishga maktabdan. Endi esa Shakirani olib ketishga keldim va kecha shaharga sentrga boraylik, men bu knижный magazinda maxsus qanday ruchkalar sotar ekan. Bilmagandim. Va shuning uchun hozir olishga keldik. Qaysi birini tanlading? Вот эти. Они как раз black и black тоже. Black и black ish qilib. Да. Bilmayman. Их можно стирать, да? Да, и вот. Ish qilib yozgandan keyin orqasida qanday o'zini rezinkasi bor ekan, o'chirsa bo'lar ekan ish qilib. Bitta shutti shunaqa katta variatsiyasi bor ekan. Chunki yonimizda magazinda 3 taginamidi, faqat 3 ta sorti bormidi? Да, тут много есть. Ish qilib bitta variantlari ko'proq ekan. Men hattoki tushunmadim nimasi zo'r ekan, ish qilib orqasida o'zini anaqasi bo'lar ekan, aytganimdek o'chirsa bo'lar ekan. Там чернила, да, цвет другой? Ish qilib anaqasini ham rangi har xil ekan. Bu розовый. Это оранж. Окей. Оранжевый, то есть оранжевый, черный, синий, черный. Коричневый? Нет, это не коричневый, красный, у Марии такой. О, окей. Это синий. Это purple, то есть Розовый? Да. Лиловый. Лиловый. Фиолетовый. А у тебя какие? Черный у тебя? Да, у меня черный. Это тоже А черный. Это розовый. с черными тебе писать можно? Да, как раз там только и можно черными писать, только и синими. И у всего класса такая ручка, да? Да. Ish qilib butun sinfda shunaqa ekan, unda bitta edi, o'shaning uchun hozir ko'paytiramiz. Ha, qolib ketmasinlar bilan. Ish qilib bu qandir ligami deb nomlanar ekan, naryoda men bu kichkina qizcham keldi onasi bilan, ular ham tanlashyapti, ham menimcha. Ish qilib ligamiga bular hammasi jinni bo'lgan ekan. Voy-bu. Tushunsam ekan, ish qilib har xil bir bolalarim bor ekan. Men уже umuman bu narsadan chiqib ketganimga qiziqishim ham yo'q, bilmagan ekanman. Ish qilib assortimenti ligamini ko'p ekan. Shaharga kelganimizga hozir darrov ruchkasini olib berdim, endi esa atir eshitmoqchi edim, eshitib ketaman. Bu Gucci'ni Flora atirlarini eshitib ko'rmoqchi edim. Bular haqida ham ko'p maqtovlarni eshitdim. Eshitib ko'ray dedim va menimsi menga umuman yoqmadi. Menimsi bo'lmayli degan, hozir men ikkitasini kelib ko'raman. Ish qilib qo'lim band bo'lganiga bluter olgim kelmadi. Men bu такой цитрусовый, men bu как жвачка, mana shu uchtasi bo'lmaydi ekan. Men bu qanday juda spetsiyalar ko'p ekan, bo'lmaydi ish qilib. Va yana albatta Narsis Rodriguez soq qorasini eshitib ko'ramiz, chunki uni тоже шикарный deb eshitgandim.
qachonlardir mana shu ordinaryni bulardan onlayn zakaz qilardim, chunki magazinni o'zidan xarid qilish imkoniyati yo'q edi. Hozir butunlay olib kelishibdi. Sevimli Paul's Choice'ni sotishadi va mana bu Acne Teramid. Mani ispanskiy brendim sevimli. Bu ham Acne, mana bu ularning lineykasi. Men sevgan brendim. Ulardan Teramid olaman. Mana shu lineykasini ham endi bular просто magazinda sotishayotgan ekan. Va aytgandek bloter bilan yuribman. Men, kstati, Burberry'ni eshitib ko'rdim. Burberry menga ko'proq yoqdi. Chem tez. Qilib nima deyotgandim? Burberry aytgandek atiri yoqdi. O'shanga ushlab qoldim. Fahyo deb nomlanadi. Adashmasam nomini ham qaramanman. Ishqilib очень красивый. Gucci Flora aytgandek qo'limga sepgandim. Bilasizlarmi, qanday sladkое яблоко o'xshaydi. Tak себе atir. Ishqilib. Umuman bolalarni syomka qilish mumkin emas. Hozirgina avtobusdan tushdi va bugun ular teatrga borishganda, har 2 haftadan 3 haftadan ularni teatrga olib borishadi. Va hozir bolajonni Titinani olib ketamiz, asalimmi? Har doim bir qiziqarli qilib gapirib beradilar. Teatrda nima bo'ldi? Sen bir kulguli qilib gapiradilar. Biz Shakira bilan rosa keyin kulamiz. Asalim. Kelyaptilar. Bu ishni qilib Titinani ham olib ketdik. Nima haqida bo'ldi teatr? Shuncha ekanlar. Azizlarim salom va kechki salom deyman. Bizda kechki soat 10. Va azizlarim kechki soat 10 bizda. Men sochimni yuvib chiqqanman. Hozir как раз таки men bu yog'ni suraman sochimga. Yog' emas, sivırtka. Bu haqida ko'p Instagramimda gapirgandim. Soch prям волшебный qiladi deyman. Juda ham zo'r sivırtka ekan. Qaysidir blogimda bu haqida gapirib o'tdim. Koreyada 13 yildan beri eng zo'r soch uchun sivırtkalar orasida birinchi o'rin olib keladi 13 yildan beri. Mijin Song bu bir taniqli brend, marka Koreyada soch uchun mahsulotlar orasida. Ishqilib shu yanvar oyidan beri ishlataman. Birinchidan juda ham ekonomичный ekan. Ikkinchidan haqiqatdan albatta darrov birinchi martadan keyin emas, lekin где-то 4 haftami bilmayman, aniq esimda yo'q, lekin уже ishlatganimdan keyin sekin natijani ko'rishni boshladim. Va eng muhimi bu yo tez singib ketadi, yo bo'lib g'alati og'ir qilib qo'ymaydi sochingizni va buni ichida albatta yana o'zini termozashtasi bor. Дополнительно qanday termozashita surib o'tirmaysiz, darrov sochni ukladka qilsangiz bo'ladi. Lekin menda bu videoda, ya'ni bu kadrda nima haqida gapirmoqchi edim? Hozir bukvalno 5 soniya qo'limdagi yog' singib ketsin, keyin men qaytaman sizlarga. Sochimni yig'ib oldim. Ozgina sivırtka singuncha va sochim ozgina quriguncha. Men umuman bu kadrda nima haqida gapirmoqchi edim? Riddle shot haqida. Menda 300 taligi. 300 ta degani bu ya'ni kuchi. Aynan igolkalar ichida 300 ta emas. Bu yerda 237 mingta o'sha ninalari bor. SpongeBobdan qilingan, hazillashaman. Ishqilib morskaya gubkadan olingan. Va umuman kommentariy kelgandiki, men ishlatib ko'rdim, menda ham 300, lekin men natijani ko'rmadim deb yozganlar uchun. Aytmoqchimanki, bu yerda buni to'g'ri ishlatish juda ham muhim. Men shaxsan hozir yuzimni yuvib bo'lib, ketidan asosan prosta qanday toner yoki toner ishlatardim. Bir qaysidir videoda ko'rsatganman, haligacha menda shu ikkita narsa. Lekin buni hozir ishlatishni boshlaganimdan keyin, yuvinib chiqqanimdan keyin darrov birinchi o'rinda mana bu boosterni yoki shu shotni ishlataman. Gap shundaki, bu teringizga singigandan keyin poralaringizni ochib, keyingi surgan mahsulotlaringizni kuchini yanada kuchaytirib berishga yordamchi. Aynan mashinasi oddiy formasi. Chunki undan keyin mana hozir har xil kollagen asosida, retinol, vitamin C, prosto gyaluronoviy kislota asosida aynan mana bu Viti Cosmetics brendi o'zi chiqargan har xil rangda. Bunaqa oq emas, o'tda qizil, sariq, yashil, shunaqa ranglar. Agar unaqasi bo'lmasa sizda, menda o'sha birinchi izначальный oddiy formasi
va buni qanaqa ishlatasiz aytganimdek yuzingiz yuvganingizdan keyin surasiz. Men to'g'risini aytsam уже surib bo'ldim. Keyin уже xayolimga keldi, to'xta kadr qilib olay deb o'shanga hozir anaqa qilyapman, kadr yozyapman. Buni surib bo'lgandan keyin ketidan nima qilaman? Men уже hech qanaqa toner ham surib o'tirmayman, lekin agar teringiz quruq bo'lsa, albatta surishingiz mumkin. Men shaxsan buni hozir surganimdan keyin menda полностью увлажнение и bunda agar prikasаться qilsam, конечно, his qilaman. Shu anaqa spikulalar ishlayotganini, baribir sal какой-то покалывание ощущение bo'ladi. Xo'sh, endi esa ketidan men darrov mana bu sivorotkani ishlataman. Bir xarid qilgandim и как-то olib qo'ydim. Gali kelardi. Bu menda PDRN, ya'ni sperma лосося. Hamma bilsa kerak, bu ham bir знаменитый hozirgi damdagi такой трендовый taniqli moddalardan biri kosmetikada, как и spikulalarga o'xshab. Men buni ishlataman. Bu yaxshiroq singib ketish uchun. Просто hozir mana oldinglarda, это suvga o'xshaydi. Видите, какая она жидкая. Bu, kстати, Skin brendi kosmetika. Biroq bu haqida gapirgandim. Ularni vitamin U asosidagi знаменитый ampulasini ishlatgan edim va to'g'risini aytsam, bu o'sha vitamin U sivorotkasini yon atrofidan, или как вокруг этой сыворотки deyishadi-yu, rus tilida ish qilib juda ko'p maqtovlar ko'p edi. Aynan koreyskiy blogerlar ko'rganimda shaxsan men uni ham ishlatdim. To'g'risini aytaymi? Menga umuman yoqmadi. Men birinchi marta hayotimda как-то shunaqa zo'r maqtovli mahsulotdan hech qanaqa natija ko'rmadim. Просто yaxshi качественный namlanish bor. No, tak umuman ishlab chiqaruvchi va'da bergan effektni, natijani umuman ko'rmadim, afsuski. Ish qilib. Shuning uchun bu hozir o'sha PDRN ni surdim. Hattoki bundan keyin nimadir sursangiz, baribir hali ham his qilasiz. Ozgina, no, shaxsan meni terim уже o'rganib qoldi. Buni kun ora ishlataman, bu boosterni. 300 taligini, agar 50 talik, 100 talik bo'lsa, praktически ertalab va kechqurun ishlatingiz bo'ladi. Albatta, teringizga sal o'rganib olgandan keyin 300 taligini 1 kun va 3 kungacha oralatsangiz bo'ladi. 700 taligini bir haftada bir marta, 1000 taligim, 1200 taligi bor. Uni уже понятно, что 2 haftada bir marta, как бы shunaqa ishlatishingiz kerak. Endi men to'g'risini aytaman, men granatивный retinolli, aktivniy zo'r qattiq retinol ishlatgan odam, meni terim o'rgangan. Bitta shu retinolga realniy reaksiyam bor menda, agar ko'p ishlatib olsam. Поэтому spikula boshida surganimda sal qandir покалывающий effekt berdi, keyin esa уже hech nima bo'lmay qoldi. Поэтому buni уже qo'rqmasdan praktически har kun, har kechasi ham ishlataman. Какой-то эффект aynan PDRN dan ko'rish uchun. Поэтому men aynan shu PDRN sivorotkasini bukvalno bir necha kundan beri ishlatishni boshladim, to'g'risini aytsam. Shuning uchun ko'ramiz qanaqa effekt beradi. Va buni qilganimdan keyin siz shu bilan просто kechqurun, ertalab ishlatmaysiz 700 talikni, 300 talikni. Faqat 50 talik, 100 talikni ertalab ishlatsangiz bo'ladi. No, 300 talik, 700 talikni faqat kechki parvarishda ishlatasiz. Keyin ketidan siz kechki parvarishda просто maskadan, просто qandir krem bilan yopsangiz bo'ladi. Ayni damda menda 3 tomonlama krem. Bu oddiy No Cosmetics brendidan, bittasi keramidlar asosida, bittasi ris guruch asosida, ekstraktini asosida. Bu esa voy, men вообще любовь bo'ldi. To'g'risini aytsam, shu yerda maqtavali izentrina ichida bor bo'lsa, izentridan aynan shu qizil piyoz asosidagi lineykasidan birinchi bo'lib tonerni ishlatgandim. Va bo'sh idishlarim video haqida gapirganda aytganimki, yani особо довольно какой-то bir effektini ko'rmadim. Chunki bu yog'liq kombinirованный terilarga ishlab chiqarilgan lineyka aynan izentridan. Qani bir yana bitta shans beray dedimda kremini oldim. Va umuman adashmabman. Qizlar, agar teringiz mendagi kombinirованный bo'lsa yoki umuman yog'liq bo'lsa, iltimos olib ko'ringlar. On вообще krutoy. Qani meni tugagan Dr. Surikal maqtagandim, уже tugadi, hatto turib bo'sh idishlarda yotibdi. Ish qilib, u ham yuz teri yog'liq insonlarga juda ham zo'r keladi, lekin
undan ko'ra bu ming marta yaxshiroq ekan. U to'g'risi uni ham yaxshi ko'raman, lekin bu вообще prям super, ayniqsa yozda. Men bu zona menda yaxshilab turib yog'lanadi, ayniqsa yozda. Mana shuni ishlatib ko'rganimda, bоже mой, это faqat maqtashim mumkin, prям sevib, shuning uchun iltimos qizlar, kombinirованный yuz teri yog'li qizlar albatta shu kremga ahamiyat beringlar. Ishqilib, sivaratka surgandan endi esa parvarishga qaytamiz, orasida gapirdim. Qanday sivaratka surganingizdan keyin просто любой qanday krem bilan surib, keyin 1-2 soatdan keyin uxlashga yotsangiz bo'ladi. Men esa albatta man parvarish jinnisi nima qilaman, ustidan yana maska ishlataman. Men уже ko'rsatganman va ko'pdan beri aytaman, bundan bunaqa maskalarga o'tganman, где korobkani ichida 30 ta bo'ladi, adashmasam 30 ta bo'ldi. Da, 30 ta dona. Har kuni просто bittasini olib ishlatsangiz bo'ladi. Men oxirgi payt ertalablari maska ishlatishga vaqtim bo'lmaydi, chunki ishlaman asosan. Shuning uchun kechki parvarishimda ko'p ishlataman yoki shanba oddiy uydaligimda shoshmaganimda ham ishlataman. Tkaniyoviy maskani umuman to'g'risi harakat qilaman praktiski har kuni ishlatishga. Lekin bu bir qanday must have emas. Men просто parvarish jinnisi inson bo'lganimga maza qilaman. Tkaniyoviy maskalar yoki qanday oddiy Biodense'dan kollagenovый maskalarni ishlatsam, kстати, o'sha kollagenovый maskani ham ishlatgandim. Bunaqa bir wow effektini to'g'risini aytsam ko'rmadim, bilmadim. Menda yana ikkitasi yotibdi, как-то qo'lim hech не тянется, kim to'g'risini aytsam. Men ish qilib buni hammasini effektini kuchaytirish uchun yana maska bilan yopaman bu ham narsani. И где-то, как обычно, 10-15 daqiqa maska bilan yuraman. Keyin esa albatta какой-нибудь крем, ko'z atrofi uchun krem, labga qanaqadir uходовый mahsulot va все. Keyin esa уже kechki parvarishim shu bilan tugaydi qizlar. Shuning uchun albatta bu videoda, bu kadrda nima demoqchi edim? Effektning natijasini ko'rmagan bo'lsangiz, balki siz noto'g'ri ishlatgandirsiz. Muhim bo'ldi, yuvinib bo'lganingizdan keyin birinchi mana shu Riddle Shotni ishlatasiz, ya'ni yuzingizga surasiz. Keyin ketidan esa bemalol xolasingiz toneringizni surasiz. Ketidan keyin sivaratkani surasiz, keyin esa krem bilan yopasiz. Va agar aytganimdek 300 yoki 700 lik bo'lsa, albatta faqat kechqurun va orasida interval qiling. 1-3 kun orasida 300 likni ishlatasiz. Agar 150 bo'lsa, yana qaytaraman, har kunga asosida sekin-sekin ishlatsangiz bo'ladi. Albatta baribir har bir insonning teri o'zgacha, shuning uchun bunga ahamiyat berishingiz shart. Xo'sh azizlarim, men niyat qilaman sizlarga bu vlog qiziqarli bo'ldi va eng asosiysi foydali bo'ldi. Sizlar bilan Komila Maqsudiy bo'ldi va shu daqiqada shunaqa ko'rinishda sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha azizlarim, kommentariy